Assalamualaikum, sevimli izləyicilər, olanmış vaxtınız xeyirli olsun. Hər yekşənbə günü etegen saat 7:20-də ötküzülən Adli Kişilərin Qaltısı hikayə proqramımızdakı bugünkü yanı sahne bilan yana sizlər bilan yüz görüşdük. Bugünkü aziz mehmanımız bizning sevimli anamız. Bizning anamız emas da Uyg'urning anası deb turolay. Sevimli Meryem Hanım. Assalamualaikum Meryem, hoş geldiniz. Aleyküm esselam. Allah razı olsun. Hoş bulduk. Bugün menimki teklifimni rad qilmay bugun programmamizga qatnashganingizga ko'p rahmat aytaman. Tilagim rahmat. Sizni tunç qaytdim men Anqarada ko'rgan vaqtimda bir talla bozorining oldida da qarab, "Mala Uyg'urmi?" deb so'raqdim. Qarab, "Ajab Uyg'urga o'xshaydi ekan" deyishib. Chunki biz hech kimni tonimaydigan zamonlarimizda. Qarsak bolangiz shu Firdavs dada degan tushun. İşimiz qarab, Uyg'urga deyishib ketdik. Ammo berib ko'rishmabdiganmiz o'ylasamchi. Undan keyin bir necha qatim nimani ko'rishgan bo'ldik. Yaqinda ba'da qadri yo'q deb Anqaradan ketgandan keyin qadringiz o'tilib, undan keyin ko'rishib. Sizni har qaytim tonigan vaqtimda, har qaytim ko'rishgan vaqtimda, boshqacha yangi bir sizni taniyman. Har qaytimda. Shunga ishqilib meni uyga oladigan, menbek ta'sirlanadigan, mayli o'ziningki ayolliqi bilan bo'lsin, onaliqi bilan bo'lsin, bir milliy kimligi bilan bo'lsin. Ishqilib menga bek ta'sir qilgan suyimli bir qarindishim siz. Avval o'zingizni tanishtirsangiz, sizni tanishdan boshlaydi. Men sizlarga rahmat aytaman. Mustabir yaxshi bir xizmatni bizning xalqimiz uchun sunganinglar uchun. Başqalar namıdan hem özümün namıdan sizlerden bek minnetdar. Çünkü bizning hakikaten bu söz meniki sizlarga uchun demoqchi bo'ldim. Bizning hakikaten Uyg'urlarninki hozir muajiratdagi hayotimizda nurg'un kitap yazib qo'yishga tegishli insonlar borchu. Hammamiz kendimizning hikoyasini so'rgan vaqtimizda yani nurg'un narsalardan ayrilib chiqarliqandi. Bu bir sahablarning hayoti o'xshaydi-ku. Faqat sahablarni biz kitoblardan bir xil uzoq bir obraz shaklida ko'rgan bilan Uyg'urlarning hozirgi muajirat hayoti, hijrat hayoti, ayollarning qaysarligi, dadalarning qaysarligi u bir haqiqatan endi tarix yozilishga tegishli bo'lgan bir ish va bu ishning sizlarga o'xshash ishning oldi keyin bildigan, o'qigan hem akademik hem özünün dini yolunda hizmet kılatkan birisinin kolunun üstüde menişi bu biz hemmimizin bir söyündürülen bir iş. İnşallah. Asli bugünkü sanda ben yani red kılalaydım. Aynur ben katli çıkım yok diyelaydım. Fakat sizlerini kollaş məqsidi bilen bir yerde bop kaldım. Özümden çoğunlarının aldıda anından keyin yaşqa, tecrübege, okuş məlumatlarga men özümden çoğunlarının aldıda bir yerde turup kaldım. Lekin hemmimiz mayli işimizning cho'ng bo'lishi, kichik bo'lsin, qat'iy nazar hammamizning bir hayot hikoyamiz bor. Shuning uchun men bugun bu hayot hikoyamni ochalarim bilan, qarindoshlarim bilan ham birlash uchun buni men qabul qildim. Shuning uchun inshaalloh güzel bir program bo'lishini Allohdan so'rayman. Amin, amin. Endi özümni tanıştırışqa kelay. 1988-yili 11 ayının 1 günü Yakan Nayısının İgerçi Yisida tug'ildim. Ondan başlangıç mektebini İgerçizlik Merkez Başlangıç Mektebde okudum. Otur mektebini Nailik 2. Otur Mektebde okudum. Bu menimki Yakandaki ahirki vaqtlarim edi. Yani Otur mektebden bir aqlam ichkir to'liqqa imtihon berib Yakandan ayrılgan buldum. Ama hazır ben tünügünden beri oyladım. Bir şeyini qandaq başlaşım gerek deb. Nurgun sözlen diyaleydim. Lekin Yakandan başlaşını biraz layık gördüm. Çünkü hemmimiz sığındık. Vatanını sığındık. Atanımızını sığındık. Kiçik vaqtlarımdaki şu kumluq, yani bizning İgerçinin yendi Qarsu yisi var. Qarsu yisiga biz yarım saatlik yolunu besip Tekilmakan kumluqqa baratdık. U yerda Tekilmakan kumluqning ichiga bog'liq hayotımızda u yerga kirib, yugurib o'ynaydik, qumlarga, ko'milib, qumliq shipo deb shunaq o'ynaydik. Andan keyin men Nailik 2. o'tirda yotoqda turib o'qidim. Haftasiga bir qitim
uyga chiqatdim. Bu vaqtda her ötken vaqtimda Egechisidan Yakanning o'rtasida Yakan daryosidan o'tatdim. Men bularni bugun mushu orqali boshlashni to'g'ri topdim. Chunki biz inshaalloh bir kun az bir vaqt ichida balkim 15 yil, balkim 20 yilning ichida shu o'zimizning tug'ilib o'sgan yerimizga qaytishimiz Alloh nasib qilsin. Uzun qalmaymiz Xudoyim bilsin. İnşallah. İnşallah. Anondan keyin ichkir to'liq va universitet hayotim bo'lib 8 yilni ichkirda o'tkazgan bo'libdim men. Oxirsida men bu yerda ta'kidlab qo'yganim ko'rayotgan o'smirlarimiz uchun bir yangi bir kasbni ta'kidlab qo'yish uchun hem özümden en faxrlanadigan bir kasb, gerçi onun layık bolanmayotgan bolsamı, radyo televiziya axborot kasbining to'liq kurs kasbini bitirdim. Ama yani xabarchim yerda dana. anlaşıp kaldık azlıcı. Aynırada dep sizning o'rningizda men sizlarning ish izlaringlarni, sizlarning tirishchiliginglarni nim qilishim kerak. Yani bu sizlarning go'zalliginglar bo'lsin. O'zinglarning kichiklarni sorun belginler için endi. Şunun bilan vatanga qaytdim. 2013-yil vatanga qaytib, yo'ldoshimning shirkatida ishlagan bo'ldim. Ondan biz cho'ng o'g'lim tug'ilib 2 yoshga kirgan vaqtida Turkiyaga keldik. Turkiyada Anqarada yashagan bo'ldim. Shuning bilan bizningki shirkatning ishlari to'xtab qoldi. Ishlarimiz shu iqtisodga jiddiy bir ehtiyojli bo'lgan bir sharoitda yo'ldoshimning ishi İstanbul'dan chiqish munosabati bilan Istanbulga keldik va mening imtihonim Istanbuldan boshlandi. Yani nima deymiz? Sizlar bu vaqtlarda yaxshidim, hamma ishlarim iqtisodim yaxshi, bol tarbiyalarimni vaqtimni ajrata oldim. Hamma ishlarga yetisha oldim. Lekin Istanbulga kelgandan keyin boshqa bir hayot meni o'zining ichida pushudi. Alloh shukrlar bo'lsinki, shu hayot meni pushamagan bo'lsa, men bugun özümün çoğunlarımın alıp bir otlamgan boladım. Şun her vaqt Allah'a şükür deyme. Bu şekilde başlayan bolay inşallah. Qara sizin tonuğa vaqtımda sizlardan o'quvchisanlar. Hem siz ügünüş bilan arzu armanlalam. Ati nima qilma deydigan ish yo'q. Ati mani qilmiz deydigan bir narsalar bopdi. Kanada ketimiz deb turib etkensizlar shu joylarda. Bizniki şu musafiretdeki hayatımızın en acık hem yani en tatlı bir tarafı. Bizning ma'lum bir yerga mixilib qolmasligimiz va qolmasligimiz. Mayli xolab, mayli xolamay. Bu manda bo'ldiki, masalan, biz bir yerga ketimiz yoki vatanga ketish hammamizning o'rtaq nishonda. Uçak çoğan arlıqdaki beketlerimizin ne bo'lishini muqim qilolmaslik bizni hayotda bir yerga yıldız tatib qad ko'taradigan yoki kuchaydigan bir ishga to'sqinlik qildi ekan endi. Yani to'sqinlik degan bir yerda bir egilikimiz, oilamiz qurilib, xotirjam bo'lib, masalan, xotin kishilar bir uyimizni chiroyli bezab, parpurlarimizni, xrustallarimizni tizib, mandaq narsa, misol. Yoki siz bizda kitap xaltasınız bilan eliversak o kitapni öy yutib olamagan ekan. Bo'ldilar deb 10 qatim kitap qo'limizdan uzatib, 5 qatimni qo'yib, 5 qatimni elib degandek shu ma'nodek. Bu bundan bo'ldi ekan, ammo yana bir tarafi, mayli o'zimiz uchun, mayli bolalarimiz uchun siz degandek tavlanish, pishish, tanlash va texmi yaxshisini nima qilish jarayoni ekan. Shunga sizningki tavlanish qismingiz İstanbul'dan başlandı deb o'zingiz dedingiz. İstanbul'dagi hayotıngiz. Sizlar bilan ayrılgan vaqtimda Amil Furqan o'g'limga shu tug'ishga az qolgan vaqtimda. Tug'ilgandan keyin balamninkiligi o'zim ishonmagan bir uchurlarni elishga boshladim. Hamildor vaqtingiz? Amildor vaqtimda doktorlar biraz chiqargandi da, biraz bo'lishi mumkin degandek. Bir xatar bo'lishi mumkin, tushirtamsan degandek gaplarni degandi. Men balkim ilk hayotimda ham uyda mundaq bir ishlar bo'lmag'achqa, bu voy deb qo'ydi-ku deb o'ylab qolibman-da. Balam tug'ilgandan keyin shuning bilan 1 yilgacha balaninki
taraqqiyotning, fiziklik taraqqiyotining normal bo'lmasligi va neurologik bo'limga ta'kid qilish va ularningki tashxisini anglash va uningki buning bir çözüm yo'lining nima ekanligi to'g'riliq bu dastlabki bir yilim ajoyib nima deymiz mana bir xil iniqsizlik ichida o'tib ketdi. Ondan keyin 2 yoshgacha bo'lgan araliq vaqtim o'g'limning 2 yoshgacha bo'lgan araliqida biroz doktorlar bilan, neurologlar bilan, fizioterapistlar bilan, ondan keyin undan boshqa atrofimdagi psixolog, ya'ni lar bilan pulning yo'qligiga qaramay, yemaydiganni qo'yib bu tarafga, yeydiganni qo'yib, pulni jug'lab eng yaxshilarga. İnternet kimning nomi bo'lsa, nom bo'lishining bir haqqi bor deb o'yladim-da, u yerga. Kimning jamiyatdagi bir xil kasb jihatdagi fizioterapistlar bo'lsa, ularning yeniga olib borib ko'rishib qilish bilan 2 yilim bu xil ichida o'tadi. An 2 yilga bo'lgan boshlab o'tirib, ya'ni tushunchalarim, bolaning kasallik bo'lgan tushunchalarim. Bu bola nima qilmaydi? Bu bola nima o'tirolmaydi? Bu bola nima tomoq qalam bir nima tutolmaydi? Nima chaynayolmaydi degandek bu masalalar o bir yillik izlanish jarayonida 2 yoshga kelgan chog'imda kayfiyatimning biroz salmoq tushganligi. To'xta. Ma kasal mayadan miyagacha. Buning çözüm yo'li ma'u degandek bir vaqtlar bo'lgan bo'ldi. Endi bu 2 yoshdan 4 yoshgacha bo'lgan bir vaqtim. Yana bir xil umaç holatida yana bir qitimliq kasalning davolanishning yana bir tirishish bosqichi bo'ldi. Endi inshaalloh hozir endi 4 yoshga kirgandan keyin bizning hozir vatandoshligimiz chiqdi Furqonning. Ya'ni bir oydan keyin rasmiyligi davlatning davolash ichiga o'talaydi, fiziklik davolashga o'talaydi. Andan keyin ya'ni doktorxonalar davolash ishlari texnik qulaylik bo'lishi mumkin. Shuning uchun hozir kayfiyatim texnik salqin, ya'ni texnik salmoq. Alloh shukri, shunchalik kunlar bo'ldi ekan. Bir xil iniqsizlikning ichidan en azından biraz qutulgandek his qildim o'zimni, inshaalloh. Men İstanbul'a kelib Furqanni tug'di deb arliqda jab uzrab ketdi deb yo'qlig'i kelmasa aqsin siz bir konomik balans bir o'rinni isbodi. U vaqt Furqanning qancha yosh vaqtida? U bizning shu Siz o'chog'ida Yoncago'ning yeniga borgan vaqtingiz. Ha. Uçaq ona bo'lsa Furqonning 1 yoshdan biza oshgan 2 yoshga yaqinlashishga bir qancha qolgan bo'lishi mumkin. 2 yoshga kirmagan vaqtlari. U vaqt biz o'zimizning yashayotgan vaqti normal yoki ost o'tgani bilan sirtda bizga qarayotganlarga nisbatan vaqt yomon ishtik o'tadi ekan. Men sizni voy tug'di, yo'qlayman dedim. Qat vaqtni qanday o'tganini bilmay, u bola 2 yosh kiraydigan vaqtlarga u mantiqa qildim. Shunga u yerda qardoq siz shu vaqtda qarish tarafdagi eng esil bir fizioterapistga to'g'ri. Ashmolimniki nima deymiz, Turkiyadagi birdan bir lider bir fizioterapistga hozir shunday nima deymiz, ham kasbiy jihatda hem xalqqa bo'lgan, jamiyatga bo'lgan xizmat sunishi nuqtasidami, Instagram kanali qarasangiz, haqsiz bir narsalarni paylaşayotganda. Yani o kadar yani sehiy demdik bilimda. O kadar sehiy. Zaten 1 saat faziletlik. 1 saat dersga apray desangiz bir muncha pul oladi da, lekin shunga loyiq xalq uchun ko'rsatgan xizmatini sehiy bir holatda ichitilgancha. Aşlarının ameliyatı şu ustazlarınki men üçün bek oylanish o'zimning hayotim haqida bek oylanish nimasi bo'ldi. To'xta ular qanday qadam men nimasi qila olayman. Men ular o'zining kasbida unchalik natijalarga qanday erishgan. Men qanday qilib o'zimning qilayotgan, ya'ni nima ish qilay, o ishimni eng go'zal shaklda qila olayman debchi. Aşı ustazlarning ameliyat men üçün bek oylanishdan hamda aşta bek foydasi bo'ldi ishni qilib. Lekin aşı chog'da qarsam siz 3-chi balangizga homil etdingiz, homildor etdingiz. O vaqtda demidim sizga keyingi ko'rishib paranglashgan vaqtingizda qizingizni ko'rgili borgan vaqtimda dedim.
bu üçüncü balının hamildarlığı, ikinci Furkan balımız sellilqi, yani ağırıq tuğulğan dikendey. Üçüncü balığa nispeten demek sizilqi tayarlıqsız şekilde amildar bu qalğans. Yani Allah'ın iltifatı dedi kel demekçi. Bek sorap emas. Yani bir balam, üçüncü bir balam bolsken, unchilik digidek bir alim yoktu çünkü o vaqtlarda. Vaqtim doktorxana öy içinde tutgan başqa işlarni o'ylag'idek vaqtim yo'q bir sharoitda bo'ldi va men shu zamatla başqa bir xil, masalan, qabul qilmaslikni o'ylamasdan burun men buni qabul qilishim kerak deb shu zamatlam o'zimningki tushunchalarimni shu chog'da to'g'rilab oldim. Alloh shukri, amil vaqtim yaxshi o'tdi. Hozirgi psixikasim yaxshi. Akıllarga shundoq ko'yimchan bir xilcha. Asta bir xil mizaj. Necha shukirda hozir? Hozir masalan 2 yoshdan eshib qoldi. Ammo boshqa insanın o güzelliği küçükden mi göründüken ya, akıllarına bir xil amraqçı. Astaq ko'nglini xo'sh qilib, astaq bir xil. Alloh shukr yani. Allohning rahmaticha. Men shu vaqtdayliqi sizni qana o'yladim desiniz. Masalan, bir ana hozir sizdek bir balası ağırıq şekilde tug'ilib, onundan keyin yana bir hamildar bo'lish emas. Normal bir hamildar bo'lgan analarmı tez zaman sağ salamet bal tug'amanmi deydigan bir tuyg'u baqira. Chunki tug'ilayotgan bu vaqtlardagi har xil tug'ma xarakterli kasalliklarningki ko'payayotganligi hozir har xil tadqiqotlarda chiqyapti. Buningki analarning kayfiyati, ondan keyin ularning oziqlanishi, ularning turmush odati, yashayotgan muhit, gen, irsiyat, nurg'un narsa ta'sir ko'rsatgan bo'lgan ekan. Bunun demdi gen irsiyat deyilib qolsa, burundan boy gen irsiyatlar o. Keyin hamda yeyotgan narsalarimiz, ondan keyin bizning o'y xiyollarimiz ham singib ketadigan bo'lg'achqa bolaga. Bu jarayon bek muhimken, analarning hamda mas'uliyat tuyg'usining ishim bor, xabar u bu narsa chiqayotgan ekan asta. Men shu chaq o'ylagandim. Mushu hamildarlikda boshida g'am qilib qolganmidi? Hech aman bol tug'amanmi deb shu qo'rqinish ashu psixikasi bo'lganmidi? Mushu bolaga o'tib ketami deb tug'magan vaqtingiz ya. Kayfiyatni hech birlashtirmaslikka tirishimiz. Mana taqdim bag'dan siz bilan hech o bola haqida paranglashmaymiz ama kallam shu yerda mening. Sizda shu tuyg'ular bo'ldimi yo'q? Bo'ldi. 6 oygacha. Qanday yandingiz? 6 oygacha bo'lgan arliqda bir test paken şu vaqtdaylıqı balanınki 6-cı ayğı deymi? 6-cı aylık. 5-6. Şu vaqtida doktor menden ilqi soraydıkende nememizni tariximizni soraydıken. Birinci balan qandaq tug'ildi, ikinci balan qandaq tug'ildi deb. İkinci balamni gipini alsam yüzümga shaq qilam qardi doktor. Tekshirishdan burun. Tekshirish uyiga. Diagnoz nima? O nima ismi nima? Furqanmi? Ha. Hozir West sendromu deb to'liq bir diagnoz to'liq qo'ymaqliq endi. Bu xuddi genetik tekshirish qilamiz deb doktor astaq dedi. İnşallah belki bundan chiqib qolishi mumkin. Shu vaqtda shu doktor tekshirishdan chiqqandan keyin gözün aydın, çocuk normalmiş deb asta dedi-chu. Gelişi normal degende. Ondan keyin men shuna bir xil xotirjam bo'ldim chiqib. Alloh shukr debchi. Mening tunji hamildarlik vaqtimda, ya'ni hamildar oplam o tunji balamızdan hayacanida manda tekshirishlar pek chiqdi. Tunjisiga borsamlar, men yunton deydigan bir narsa bor ekan, bu tuvankan. Sening bolang g'ayri tug'ilib qoldi, oldiritishing kerak deb boshladi degandi. Men yig'lab, ya shundan ketgidek bu bunaqasini yaqnim bo'lsa oldirib etmayman deb. Bir ishga yo'liqdik o Urumchiga vaqtim. Ondan keyin hech qanaqa bormadim. Tug'ishga bir oy qolg'ich. Chunki men doktorlar uni buni desimi baribir. Nimani desa yeni tug'ma. Bir xilaliqi nima emas, ya'ni to'g'ri emas eslaqani. Ammo men hech bormadim. Ikkinchisida shuning bilan 4-oylik, shu 5-oylik deyman. Bir nima qilsam, boshi yomon jiq bo'lib oldi. Bolang g'alit keldi emasmi?
Şunun en baş doktordan görürsem tavuzun da yediniz mi dedi. Hı hı. Şunun ben yiyen tavuzum çıkamda bir çağda diyen. Desem yapma yazda tavuzun bek çıkıyor ağam mısınız? Aşktan oturup yapmasın müziği çıkıp gitti. Sizsem ölmeyeceğinin miktarını azaltmanda falan da Yaponiyada okugan ayaldı o özü bek kapık türük durgan bilen bek isil optan ayaldı. Daha dedim yaxşı ketişini onu yeni o balamdım aşktan şu vaqtta da psixikam bek aciz ekan da mening. Ondaki yeni doktorga tekshirishga bordim qarang. Şoňaýlyk özüm gaçlaq bolgançyka şu wagtda men sizge ýene bir qatam qattyk gaýly boldum da. Üçinji kızymyzyň ismi nimdi? Fatime Zehra. Fatim Zehra. Hı. Begil bargan wagtym şundaq omakçylyk. Hı. Sizninki üç balaňyz üç dünýä hakykatan. Hemmesi. Her bir dünyada nurgulgan güzellikler ve sizge nurgun ügütilgen näse bar. Meýli Allah'ın hikmeti bolsun, meýli sever olsun. Siz burundan müştaq severçan, müştaq eğriysizmi ýa-ki bu şürbetke İstanbuldan mähsulmy? Yani anam micazimni aşta bir xil eğir bisiq dep teripleýdigan. Bunda bir xil asan çeçilmaydigan. Bize özüm açıqım kep qalsymy bize olturup bilip açıqım sal bir xil besiqqandan keyin an başqa işlerimni qilgan aşta bir xil adatim bat diýendiçim. Lekin endi miyege çıqqandan keyin bu iş teximi üstilep belki sabırçanlykny ilki tişni kemiki dayandı demdimi? Piçak kemiki dayandı demdimi? Teximi bir xil talap qıldı da onu. Bek güçlük bir xil ilki sabırçanlykny. Yani nimde ifadelay? Mesela Furqannınki işleri bilen tam bir xil özümnün derdinde tururken, derdim bilen bolup giderken, çoğun oğlumның psixikalik ilki bana ihtiyaclık haleti. Men hiç bir zaman aklımdan mana bir xil düşünemeymen de, aklımga alanmayman onu. Ya Allah bir insanga imtihan birer, bu kadar mı imtihan biremdi depçi. Mesela ikinci balam ağrıq bolgandan keyin qalganlary bize yaxşı bolsa, normal özünün işlerini özü qılıp degendikçi. Şunun bilen bu belki şu vaqtlardaki maňa nisbeten bek eğir kelgen. Lekin hazır mesela şu Furqan 4 yaş kirdi hazır. 4 ýyldyň jarýanyndaki içim şunçilik aşy goýjydy bolgan wagtlardaki biraz ki şu temik kirmekçidim. Şu çağdaki aletim beni bugünkü temkinlikki texim ekkeldi dep oýlaýmyn. Yani Allah'a şükür. Bäzilär o nime kısmında olan nimeki selti o bodap sorapdy. Men ýa azrak düşünç bereyim. Şu Meryemni bugün ziyaret kılışımga sebep bolgan amillarning birisi muşu. Hazır bermekçi olan jawabym. Çünkü Meryem ballarınınki bütün roýaldan teximi meýli jismani jetdi. Qanday qılsam yaxşı kıla alayman. Qanday qılsam davalap saqayta alayman. Dep toxtamay tirişip atgan ve bunun netijesiga şeksiz işengen ve bir günü ballarının bizden ballarımız okşaş normal bolup gitadiganiga ve yana nurgun netijelerni şu jeriyan qo'lga keltirgen için işengeçke hem bugünkü bizden söhbetimiz sınığa ilindi ve to'g'ri qo'yildi. Şunda bolgan bolgaçqa bu yerda meniliki hazırca qo'yilgan bu diagnozningki mengülik saqlanıp kalışını xalamaydigan bolgaçqa dep ismini deyişini xalamady. Eğer öz xalasa ile dep gitdi bolmay qap qalsa şoňa men sormadım. Amma bir sınaqlarning biri oğlumuz bek çyraylyk, ismimiz şunday çyraylyk. Lekin hazırkı yaşydaki 4 ýaşlyk balalarga okşaş oturap, oynap, gopap, gep kılıp bu işlerini kılamaydı. Bäzide oýlap gitmem. Lekin çoğ oğlumuz şunday jallyk. Hakikaten vay tutma balam digis kelgen wagtda Furqan meýleti tutsa dep oýlap aşı cümleni dimeýdi dep oýlaýman. Vay jügen, ay anda qotsa dep mesela biz normal deymiz go. Lekin siz aşı cümlelerini bizge normal tuyulgan cümleler sizge nispeten ondag emas. Siz onu nim desem bola mesela men çoğ balamga nispeten tünji oğlum bolganken hemmimizden tünji balası bek bir xil farklyk goşnamy. Tünji balygy nispeten ümidimizmi bek çoğ özümizning arzu armanlarymyzy yüklep kalmaz. Men hiç bir zaman çoğ balamga nispeten
talabning eng yuqorisini qo'yib keldim. Masalan, fuksi munda bo'lgandan tamam ma bo'lsin demdim. Men bu balamni inshaalloh bu balam jamiyatga kirdi va jamiyatda o'zining bir kishilik o'rnini tutdi deb hech bir kichik cho'ng ishlarning hech biriga bir xil voy mayli fuksi bo'laman ma bo'lsin hech bir zaman deb bakmadim. Va ba'zan ochiqlab qoldim. Ba'zan xafa bo'lib qoldim. Ba'zan duo qildim. Qo'limdan nimkas qildim, lekin uning eng yuqori bir xil pishib yetilishiga nisbatan o'xshash sizlar ota-onalar qanday talab qo'ygan bo'lsanglar, men bu balamga shuna talab qo'ydim. Chunki keyin mening cho'ng balam Furqon bilan birga yashamaydi-ki, sizlarning bolaringlar bilan, jamiyatning bolalari bilan bir sahnada yashaydi-da. Mening fikrim manda bo'lgandan keyin men undaq deyish, ya'ni hech kimning bir huquqi yo'q. Her bir insan özünün cemiyette bir kişilik o'rnini dirab turish kerak deb cho'ng bolam bo'lgan talbim normalda bek biza qattiq uni his qilmay o'zim his qilib qolmay ba'zan lekin yaxshi ketib bordi hozir cho'ng bo'lgan sira lekin sizniki mushu o'zingizning bolalariga o'zingizning hayotiga atdiganda bolalarni masjidga bomdodga opirsiz. Mesela meni acayip ta'sir qilgan bu. Ben necha qattam durumda berdigan vaqtingizda ko'rib, "Voy, atdigina azon chiqsa uyning ichida namoz o'qib, bomdod qilib olaydiganlar qanchalik samimiy bo'lsa." Ama siz uşaq ballarınızı hiliqib bu vaqtni o'zinki bu vaqt orasiga sep ashta qilib menib opirsiz-da. Merdammo aldirash ticaret qilmasa, uyini baxmisi bo'lmaydi. Unda olgan keyin sizning o'yiningizda masalan qo'yib, "Ma kichik cho'ngni men ko'tarsam, kichkinsam, mundaq emas, qarsam ash bolalarning hammasini ko'pincha vaqtlarda siz opirsiz, bir yerlarga qilsiz, oylandirsiz. Onun qarab men sizni vaqtni qanday o'rlashtirdigandi. Chunki siz nurg'ulg'an doktorlar bor ko'rsatadigan, barligan mayli psixik jihatda mayli. Onun keyin o'zingizning o'rganishlari bor. Millet uchun xizmat qiladigan yerda yana bor. Ona til o'qituvchisi o'zingiz, yana nurg'un yerlarda bor. Siz shu vaqtni nima qilish usulida ondan bu vaqtni qanday to'ldirish narsalarni masalan planlash bu jihatda. Endi men ilishkin sizga azroq degandim Aynur. Mushu plan va program to'g'riliq gapirgandim. Balkim bugungi programmamiz agar onalarga tek bir cümle esimde qolib qoldi deb qolib qolsa, agar men shuni tanlayman, plan va program bo'yicha ish qilish deganni tanlayman. Ya'ni masalan bugun men mandaq ishlarni qilg'im bor deb uni bir yozib olgan bo'lsam, buni men amaliyotda 3 yildan beri mashq qilyapman. Ya'ni har qitimliq shu Ramazonga 3 oylar programmasi bo'lgan chog'dan o'zimga bir daftar chiqarib olman, loyihалab. Shuning bilan bu 3 oy programmasida 90 kunlik o'zimning qilg'im bor arzu armonlarimni bir tezis qilib chiqarman va buningga kundalik ijro qilish jarayonini bugun qildim, qilmadim, hatto tik atadigan nuqtalargacha bir daftar shaklida chiqarib uni qilib olman. Bu daftarim tun jilmisi bak qilintichu, munchuluk qilinti. Nemishqa qilinti? Chunki men o'zimning qanchalik ishlarni qilib bo'lalaydiganligimni uqmag'achqa, arzuyimni to'ldiradigan yoki to'ldiraverib, shundan o 3 oydan keyin o daftarimni ichi qarsangiz oq. Neden? Çünkü o işler men qilib bo'lamanlik. Endi 2-chi yildagi nima 3 oylar programmasi o daftarimga qarsam, daftarning qilinligida farq bor. Texmi kichik va texmi to'ldirib meninglikda ichidagi mazmunlar. Endi bu yilgi bu Recep o'tib ketdi-ku. Shaban ishqilib oxirgi Ramazonning oxirgi 30-nechi. Ya'ni bu oyga kelgan, bu yilga kelgan vaqtida mening plan daftarim texmi o'zimga uyg'un. Texmi o'zimninki amaliy ahvolimga qarata bir xil tuzilganchu. Bu yer nima demakchi degan vaqtda biz bu bir chiniqish jarayoni. Biz hammishni qo'limizdan kelmaydi ekan. O'zimizning bir kunning ichida qanchalik ishlarni qilib bo'laydiganimizni bu tushunish jarayonimiz bek muhim ekan. Bu birinchisi, ya'ni qanchalik ishlarni qilib bo'la olsak, o şekilde plan tuzish. Ondan keyin yana birisi, masalan, men o'zimninki masalan mayanda turib, masalan, mening cho'ng o'g'limning men uning hamroh bo'lgan vaqtim bu yanda turib,
İkinci balamның fiziklik davalash ehtiyacı var mandaq meyada turub, mən başqa normal analarga oxşaş bir fəaliyyətin içine kirəməyəm. O hiç mümkün emas. Yani bunun üçün mən özəmge xas bolğan bir hayat programım buluş gerek. Etken saat mançıdan mançık tutturma. Çoğun oğlum bilen bugün camiye barımız sabah namazı bağın bolsak. Saat 9'da öge kelime bu ikinci programın başlandı dep ballarımның vaxtını o şekilde ço. Bir balam gamra bolğan vaxtımni səhər tərəfə başqalarını uxlavatdıq bulam. Çoğun oğlumni köpün səhər tərəf qorlaşdığan bolsam. Çoğun oğlumni yan bir vaxt qorlaşdığan bolsam. Fatima Zahra hazır küçük bolğandan men nimiş qısam yenimde badana. O şekilde bu ikincisi hem de ballar bolğan vaqtni bize çeçip ötüşdü. Əmmisi bir yak gəlsə hiç bir iş əməl bolmaydı ekan. Muşununğa oxşaş ilqar türlük işlarni sınab beqish, qıb beqish, planlab beqish jarayonida vaqtimninki özəmge qanchalik qıb bola olgan bolsam, o'shunchalik. Yani bekçik qilib olsam zaten onu qıb bolanmayman deptirim aq qoldi. Dep bu şekilde özəmni çinoqtudum deyman. Bu jarayonda şu küçül jarayonidagi dastlabki vaqtlarda Ali muallimning bir 301 yılınızdaki manç saat deydigan bir kitabı vardı. Bir yılınız 7-8 ma 760. Onunda dastlabki vaqtlarda men şu kündülük qılıyatqan işlerimni xatırlap meňişden başlagandım şu. Bir gün işte qancha kişidan qılıb bola alayman. İkinci basqıçta dedim ki tamam mençe kişidan qılıb bola alayotganman dep onu biraz aldımga planlashga qo'ydim. İkinci basqıçım boldu. Üçüncü basqıçım hazır 90 günlük program bolgan bolsa mesela. Uşuna qilishga men mecbur. Çünkü Furqan başqa bir ayning 6. aydan 7. aygacha bir ayning ichida bir taraqqiyotni bishdan kechirib bolgan bolsa, Furqan bir o'ltirish iqtidorini balkim 1 yil, balkim 2 yil, balkim 3 yilda tamamlashi Allah öz bildi. Şunun için men bir hareketni bugün, ati, ögün, indin, şu her gün tekrarlap berişim kerekkende. Şunun için program çokum özümüzge xas bolgan bir şekil bolgan ekan. Ana boldu ekan. Hazır bağan sıra bu bir planlarning, programlarning o bir dua ekanligini amaliyotda. Allah'ım mening 2 yilgacha ma ishlarni qilish arzuyim bor. 2 yildan keyin men har kuni manchilik 10 minut mashini qilib 2 yildan keyin manchilik vaqtini qilib qo'yg'im bor deb ben 2 yildan keyingi planimni aytib qo'yganki bu men uchun bir duo bo'ldi ekan. Nima deydi Furqan suresini agar sizlarning duoyinglar bo'lmagan bo'lsa Allohning oldida hech bir nimanglar bo'lmagan bo'ladi. Aslında qimmatinglar bo'lmagan bo'ladi demdi. O Furqan suresining eng oxirgi oyatida shunday deydi. Duoyinglar bo'lmagan bo'lsa hech Allohning oldida hech bir nimanglar bo'lmagan, ya'ni o'rninglar demdi, qadringlar demdi bir gap bor. Shuning uchun plan demek, nişan demek, emniyet o bir dua ekanchu. Onu her bir musulmon çoqum onu özünün erkek altıga ekilishi kerak deb o'ylayman. Shuni qilib Alloh xolisa. Alloh asalliq bersin. Amin. Amin. Haqiqatan ko'nla deb qo'ydik, men qilami 30, Xudoyim qila 9 deb bizni nima qilgan bilan avval Allohdan tilab turib qilsak bo'lmaydi deb. Ondan keyin siz mushu ishlarning orasiga mushunchalar bir o'zingizning men bir tarafdan diniy o'rganishlarni bek chang tutadiganingizga diqqat qilaman. Mayli durumda bahrilayotgan mazmunlaringiz bo'lsin. Buningga ya'ni o'zingizga ajratasiz degan gap hisobda bu vaqtni. Bundan sirt yana hozir siz ona til o'qituvchisi. Shu ona til xizmatini nima qilyapsiz? Bu vaqtni qanday qildingiz? Amaliyotda buni dastlabda bu xizmatga men avval o'z Uyg'ur achash taklif qildi. Men arachash bilan yilda bir vaqtim terapiya uchun boratdim yanıga. Terapiya deb qo'yayim deb. Eng oxirqitim sabrni qanday hayotimga o'zlashtirma men aracha deb so'rganim esimda. Bu o men arachashning bak esida qolgan chig'i deb faraz qilma. Undan keyin men har qitim yo'qlashni hech unutma demasdan mashinasini eshikning oldiga to'xtatib qo'yib pastga tushirdim. Bir tal hadiya beradi. O şekilde ketdik. Bir kunisi shu tusam uchur qipti. Müstabı Meryem ertesiga 2 saat Tanuri'de o'qitishlik qilishni xohlamsiz deb. Shuning bilan men arachash degandan keyin biza
Yoq deyemedim de ben qıla alaman, o vaxt çıxıra alaman. Sonra o yaptı ki, aran 2 saat çünkü o pek sizge bisim qılmaydı. Ben məqsədini bilmə. Şu arqılıq mən bilən eliqi bir nim ornatışda. Eliqi menden ahval sorap duruş, qana balның ahval qandaraq məqsədi başqa mən menimcə. Köyünüş məqsədi var bir sыңıllıq orunda. Lekin meni ayran qaldırğan yer bu xizmat mən bütün kallam bilan kirib ketdim deb o'ylayman. Yani o'qituvchilik o kadar Sizin işinizde bir ot var da sizin. ot barkanda men o'zim yangidan tanıdım. Tangnuriga kirgandan keyin yangidan tanıdım. Şemşir adamlar bilan uchrashdim. Hanifa muallim, Rabigul muallim, Fayza muallim, Maryam gul muallimlar bilan bir sapda qo'limdan kelishcha antil xizmat uchun xizmat qilyapman. Hozir 6-7 oy bo'lib qoldi. Birinchi qaror o'quvchilarimning, ya'ni 1-2 oydan keyin, ya'ni savodi butunlay ularga nima deymiz endi? Ems o'qish yozishga o'tib ketdinglar deymizda. Naytim bir hayajonliq bir vaqtlarim bo'ldi 6-7 oylik vaqt. Yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Ya'ni bundan keyin shundoq duoyim shuki, Allohim sen meni bu yo'ldan tushirib qo'yma. Sen meni kirgizding, oxirgacha bu yo'lda qil meni. Hayotimning oxirgi. Chunki ana til xizmati o qadar jiddiy bir xizmatligini es qilyapman. Yani nima deymiz, analarning bir antiliq bo'lgan muomalalari bir xil bek so'schu. Qanday so's degan vaqtda masalan ilqi boshqa o'qituvchilardan asta anglab qolman ba'zanchu. Ilqi savad chiqib bo'lgandan keyin lam o'tish kerim o'rganib bo'lgandan keyin lam ha bo'ldi biz uyg'ur tilini o'rganib bo'ldik deydigan qarash bek ig'ir. Ondan keyin bu adamni bek nim qilib qo'ydi, o'yg'i sap qo'ydi. Men bugun so'zimni mishiyatda to'xtatayinlar. Qolgan gap sizga nim qilayli, antil xizmat haqida. Siz bir adabiyot aspirant to'liq kursdan keyin aspirant o'qigan bir meni ziyorat qatam siz deb turasam. Biz ana til haqida biz so'zlab o'tsasak, biza bo'lmay qoldik. Shuning uchun ana tilning ahamiyati haqida biza hech berishingizni, analarning bu ishga nima uchun jiddiy qarshi kerakligi haqida hech berishingiz men talab qilma. Endi hozirni boshlab men yana jiqqa qilmay. Amalardan Allah razı bo'lsin. Bana mustabet fursat bergan. Bu pek yaxşı bu tügümde siz ahırlaştırıp anıtlı hizmeti bu pek çok bir tema. Yıllardan hemimiz deyilayotgan bir milletninki manevi omurtqisi, manevi törüki, şundaqla bir milletning yumshoq kuch qurilishi ana tildan boshlanadi. Masalan, men Ankara ana til maktabiniki o'qituvchilik vaqtimni yetishcha elib kelyapman, ham elishib tirishyapman, ba'zi to'lamishda qadar yaxshi ko'raman o'qituvchilikni. Ham ana til xizmati bu yil qandaqdir uyg'urcha o'rganish jarayonidan iborat emas. Yoki qandaqdir o'qib yozalashdan iborat emas. Masalan, nayt chiroyli bir masalan men bir kifayet she'r o'qiyman. Bak yaxshi ko'raman, yomonchiq o'qiyman. Yig'ibla tursa mehr yomg'iri. Yürügi kimden anıçılaşmaz. İnsani sevgide insanı söysek qaysı bir yürek ışıkını açmaz. Bu Muhtar Buğra'nın şiiri. Muşuni Uyg'urchani yaxshiroq o'rganayotgan bir bolalarimiz algan vaqtida shaqirab yig'ayotgan yomg'ir xiyoliga keladi, boshqa narsani o'ylamaydi. Va ishni ichishdan iborat ikki narsani xiyol qila oladi. Uyg'urcha biladigan, o'qish yoza oladigan bir bolaning xiyoliga keladigan mushkil narsa. Mehr yağmuru degeni yağmurun xiyal qiladi. Ishikni ochmas desa, ishikni ochmay taqib olgan, o'z o'ynayotgan vaqtidagi mukmik bilan o'ynab chiq taqib olgan, yoki u bu holatga bir ko'rinish. Asla bizning da'vatgan ma'naviy qatlamga o'tolmaydi. Agar bugungi kunda ana tilni faqat o'qish yozish savodini chiqarish deb mushu yerga ekib qo'ygan vaqtda bizning eliqi ko'zlarimizni yashab qusib bizni chin mushtimizni tutkizgan iz romanini kim o'qiydi? Uyg'ongan ziminni kim o'qiydi? Siz bugun da'vatgan mushu hayot hikoyalarini, bizning mana shunday hayot hikoyalarimizni kim yozadi? Ma'qul yozili biz. Kim o'qiydi? Kim bilgi oladi? Kim qiladi? Tarjima qilib beraylikmi? Biz shapillam turayotgan atrofimizga mushtaqli qaraylik. 600 yil dunyoni so'rgan buyuk Osmonli imperatorligining bütün dünya ülgağıdaki nurg'unlagan ma'naviy xazinalari
Osmanlı ijadi to'xtab qolmadimi? Çoğ Topkapsarı uya kirsiz turib ketgan kitaplar. Kim o'qiydi? Kim o'qiydi? Qandaqsi 100 yil burunqi bir xalifalikning bugungi holatidagi musulmonlikqa, musulmon dunyosi qilayotgan uya-buyadagi hujumlarni qandaq bir xiyol kalla olalaydi? Bu narsa shu til bormi? Til bor. Yo'qolgani yeri yo'q. Ayni chaqda mush turishchi gap qildi. Oddiy bir yoziqning o'zgarishi, hamda tildagi ba'zi o'zgarishlar, masalan, fransuzchaning, inglizchaning kirishi yoki u bu deydigan narsa bu til taraqqiyotidagi qoch qilinmaydigan muhim narsa u. Ammo bular tili o'zgarmay turib, bir yoziq o'zgarib ketganlik sababli bugungi holatga qaraydigan bo'lsak, bizning na tilimiz, na yoziqimiz qolmagan vaqtida hamma nima poq. Bu yerda biz og'rib yotgan vaqtimizda kelib mercimek şorbası yapayım mı anne deydigan bir balımız olsa yenimizde. Xiyal qilinglar. Bizning bir qacha bir suyqashqa, uzib tashlagan bir suyqashni ichkimiz kelib turayotgan vaqtida mercimek yechirimizga bormaydi ya. Ashuni xiyal qilmayli. Shuning o'xshash narsa bu. O'zimizning mayli shaxsiyatini. Endi bu vatanni, millatni, bizningki Uyg'ur söygümüzni, ballarımız üstündeki mesuliyetini mayaqtirib atıp qo'yib turib, endi ballarimizning o'zini kimligiga kelayli. Ballarimiz baxtli bo'lsin deymiz hammamiz. Shunaqmi? Bu baxt insonning har qaysi ehtiyojlari qinish orqali qadam-qadam bo'ladi. Eng temel ehtiyojlari insonning tavallik tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usi. Bu bexatarlik tuyg'usi mening kirdigan uyim bor. Kiydigan kiyimim var, giydigan nenim bardan ibaret. Ondan keyin meni birisi urma dese anam bor. Dadamga deyma deydigan dadam bor. Ma nima nechib pul yanchiqimlik pulim yetarmi, yetmaymi deydigan matiyda kichik bolalar bo'lmaydi, o masalan. Meningki ma ayt ijaramni qanday to'lama, chiqartam, o bu deydigan narsa iqtisodiy jihat azroq bexatarlik erishdim. O'zim yaxshi ko'rgan kitobni o'qiy olmayman, ola olmayman. Mening vaqtimni ajrataman. O bu kelib oxir nega bordi deganda insonning o'zini qabul qilishi. Bütün psixologlar, bütün kitoblar va hamma narsa dunyoda nima deydi? O'zing bilan avval o'zing bilan chiqish bit, ya'ni kendinle borish. İlk adımın bu olsun deydi o psixologlar. Agar bizning bolalarimiz o'zini qabul qilolmasa, o'zi bilan yarışıp, o'zini suyamasa, o'zining tilini, o millatini o'zgartirmaydi-ki, tilidan ma'qul voz kechsin. Millatini, kimligini, tarixini qanday o'zgartirdi? Men manda deb turasam, men shaxsini manda deydi-ki bu yerda. Masalan, özümüzge men mesela yüzüge qapqara qarını sürüp men o qartallikdan bolduğum deb yerda tusimga bu yaz shunda alam, yani chiqib yana shu esla qaytib qolgandek. Bu yerda muhim bo'lgan narsa bolalarimizningki o'zini qabul qilishi, o'zini suyishi, o'zini eng yuksak maqomlarga chiqarish jarayonidagi bu mayli moddiy, mayli ma'naviy jihatdagi tirishchanliklari bo'lsin, shu o'zining kimligini qabul qila olgan vaqtida andikin bo'ladi. Buning uchun bolalarımızdan ana tili muhim, o'zining kimligini qabul qilishda. Kimligini qabul qilish degan gap, Uyg'urligini suyish degan gap. Bu Uyg'urlikni suy degan bilan bu bundan narsa emas, bunday qilib qo'ysa bo'ladigan narsa emas bu. Bu Uyg'urlik. Uyg'ur naqshini olganda mo'ng'ilnalish. Uyg'ur shundoq yakan degan vaqtda men o'tirib Zarafshan daryosini ko'z oldiga keltiralish. Bunda o'tirib Qashqar degan vaqtda bizning bolalarimizning eng yosh tarbiya olgan bolalarimizning ko'z oldiga Heytka keldi. Mahmud Qashqar keldi. Ana tilda nayt yaxshi biz mushtaq chavaqchilib, "Falanchi bolasini no chiqibdi" degan bolalarga shu keldi. Mening ko'z oldimga onam keldi, dadam keldi, hali yegan 3 ay kebab keldi. Heytka keldi, O'daldi keldi, Qasqon bozori, Qaymoqchi bozori, Yangi bozor hamma narsa keldi. Mening ko'z oldimga Samo keldi, mening ko'z oldimga erkinlik keldi, mening ko'z oldimga butun borliqim keldi. Mushu tuyg'uni bolalarimizga yashatish. Mushu narsa. Shuning uchun bu ona til xizmatini o'qilarlarda savat chiqarish deb qarash xato. Bu bir. Ikkinchisi, onalarningki kichik vaqtida bolalarimizni
Vay bu küçük boptu ügünü vasın bunu basıdı iken mezze olaydı iken. Biz hazır farzand terbiyesini bek köngül bilimiz ya. Farzand terbiyesi hakkında derslerini bek anlayımız ya. Ondan iken balını özü istisun, özü halısın, zorlamayla deyimiz ya. Şunu bilen zorlanmaydı bu bana. Zorlanmagan iken kim Әттегенде мüşahede akşam saat 2'de yatkan bolsanız, әттегенде özünüzü zorlamışsınız, bamda kopay dep, qançamız kopamaz? Zorlaymiz ya namazga. Şu vaqtida meselen. Şu şu balımızı bir yerde ilgan iş. Balarımızla oynayış beriş, kitap ep beriş, bu dep. Balarımız vaqt ajırtish, şu yer pul ketken bolsa bek asayishdir qarang. Qayjiliga bo'lgan ishlar. Pul yo'q vaqtida bek yo'g'an narsa tuyulgan bilan ba vaqtida bek oddiy narsa pul. Pul bilan nima bo'lgan ish hech ish emas. Lekin baliq pul verib yetkazilmaydi ma'nasincha chataq yeri. Buningda biz pul tepib yetkazilmaydi. Bizning onga vaqtimiz, pozitsiyamiz, zihnimiz nurg'un narsa ketadi. Shunga iliqi bolalarımızga biz bunda kichik vaqtlarda nasıl bo'lish muhim. Endi sal cho'ng bo'lgandan qanday bo'ldi desa, bola maktab kirdi, uni o'rganadi, a kursi batdi, su uzdi, uni aqsi yana bir narsa batdi, ish qilgan biroz sal cho'ng bo'lsin. Uni aqsi sal cho'nglab atalmış ergenlikte hemmimiz qo'rqib bo'be bo'lib ketadigan vaqtda kelamiz ya. U chaqda da ish kinimi chekenmaymiz, uyganmi deyamiz. Bolalar kelmaydi. Allah saqlasın. Kelmaydi. Demakchi o'g'limda ona til xizmatining yeshini kichik, cho'ng bolalar qiynalib ketdi, u bu emas. Muhim xizmatlar qatori qo'yib, bu narsa şu muhim xizmatlar qatorida bo'lish kerak. Undan keyin ona til xizmatini mayli iqtisodiy jihatda bo'lsin, mayli ijtimoiy jihatda bo'lsin, qo'llash xizmatlari bo'lish kerak. Eng oddiysi kitobxonlarning taqilishi yurakni yetishtirdi. Bu ona til xizmati. Bu nimadan tushuntirdi desanglar? Kitobxonlarning taqilishi bunday keyingi kitoblarning nashriyati va setilish xizmatining ostlaydiganidan. Bu nimadan derak berdi? Bizningki shoirlarimiz, bizning yozuvchilarimiz pul topma deb yozmaydi-da. Ammo narsalar ozlagandan keyin bolalarimiz o'qiydigan narsa qolmaydi. Biz bugun yozadigan tarix qolmaydi. Bu qalam degan dodlashadigan narsa. Bu yozadigan yozuvchilarimiz asosida qalamni tashlab janbiyoq qo'yib o'tib ketgan vaqtida yillar o'tib qalamni qaytadan rang o'chirib buningga bir yozay degan vaqtida nurg'un narsa ketgan bo'ladi. Chunki ilhom ketadi bu yerdagi. His tuyg'u ketadi. Nurg'un narsa yo'qab, faqat qattiq bir kirashlik bir narsa qolgan vaqtida buni yezish unday oson bo'lmaydi. Bugungi bu tarix yozilmasa, bolalarimiz tunugin bilan aytining orasida qanday o'laydi? To'g'ri. Shuning uchun bu bekchiq taraflar, kitobxonalar, jurnallar siyratdik. Masalan, ona til o'qituvchilari bularning tarbiyalanishi Gulnarninki şu ilip ve kitabındaki bir cümle bana bek yaraydı. Her aile ana til mektubu olsun, her ata-ana ana til o'qituvchisi olsun deydi. Muşu tuyg'uda bulmay turib, muşu yerga kelmay turib, biz umumyuzlik her bir nima kelmay turib biz ana til xizmatlarini bugun 2. 19. gün, 2. 21. gün, 2. keyin Dünya Ana Til Kuni. Biz bu noktalarda her qaysi joylarda qachon maqolalar, muhokama yig'inlari nurg'un narsalar bo'ldi, lekin muhim shu, biz ishlarimizning muhim kunlik qatoriga qo'yishimiz kerak. Andikan cho'nglar ana tilni bek o'qtab o'rganmasak bo'lmaydi. Nurg'unlarning gaplari, masalan, mushu yerda men o'zimning turkcha aralashtirib qolmasligiga o qadar diqqat qilaman. Asli diqqat qilmasligim kerak ya men. Turkcha gap qolmay deb diqqat qilmasligimning nimasi bo'lishi kerak. Nima uchun? Davomli shu kitoblarni o'qib, davomli gap turgan vaqtida aralashtirish nisbati tuvan bo'ldi. Shu. Biz ya kitap o'qimaymiz, ya Uyg'urcha televiziya kanallarimiz yo'q, ya ko'radigan. Biz kelsak-mi, vatandoshligimiz chiqibdimi? 5 boshirib qo'yganda, melaqa 5-bosmoqni tuyg'ular shu 2 oyda bo'ldi. Voyjon, mana desa. Gaplarimizni sirtib turib, faqat turkcha bilmaydigan bir odam siyaqida anglab boqaylik. Masalan, tunigin dedim, arabchaninki gap chiqib, bu
ish qilib mana bu o'rtaq til degan birimda aytgan sha dedim debdi men qopla sağma dedim. Sağ deb qo'ysam bek kulib ketdi. Hammalar meni agipini do'rab. Arabcha bildiganlar orasida hech qanday his qilmay deyaldi u gapni. Men yanda turib sağma nima bu deb dedimchi, dedingiz deb. Demakchi o'g'lim, men yanda turgan turkcha bilmaydigan bir odam kelib Uyg'urning paranglishini anglasa, cho'nglarnikini. Shu vaqtda o'zimizdan bir sirtga chiqib yoki bir ustiga chiqib turib o'zimizni qarasak, men balamdan burun men diqqat qilay degan kelimiz. Onundan keyin kitaplarni pat oyda bir olsun çoğun kitapni ünlük aletde okuş gerek. Bir saat kitap okusa 10 minutun olsun ünlük okuş gerek. Ağzımızdan Uygurca çıkış gerek. Bunu biz unutup kalmamız. Anıtlı hizmet hazır ballarımızın ülkeden nesi oynayıp kaldı. Onda gelmez. Bizden mi şu? Bizden aval özümüzün içindeki meyli jıkıllar olsun, meyli her xil olturuşlar olsun, yaygınlısı bir chaqiriq qilgan ishlar bo'lsin, ideologiya xizmatiga oid bo'lgan mushu sohadagi narsalarni o'zimizda tilga ketadi-ku. Buningda noit o'tkir bir tilni ishlata jumlalarni tanlab ishlatib yurakka bag'za oladigan kishilar o'zining maqsadini va o'zining nishonini texmi yaxshi amalga oshirib mang'alaydi. Shu ona til xizmati yolg'iz bolalarning emas, cho'nglarning muhim xizmati. Bu yolg'izlikqa Ügünüş yoki savob chiqarish xizmati emas, balki butun bir ma'naviy qurilish ishidagi kitoblarning nashr qilinishi, jurnallar, nashriyatchilik, axborotchilik, tarix yozish jiq taraflarga shu majandek tizilib ketadi. Shunga bu ish intayin muhim hamda. Sizdek fidakor onalar muhim, sizdek fidakor onalarning tarbiyalanish taxi muhim. Bu degani marga sizni darsingizni anglab boqqanim yo'q, men sizni bilmaydi yoki bundaq emas. Bizniki texim önemli qilishimiz uchun bolalarimizni, mana dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan bolalarimizni suydira oladigan, shular turayotgan, shular o'ylayotgan yoki keltira olish uchun hammamizningki tarbiyalanishga ehtiyojimiz bor. Bu narsalar o'qituvchilarning tarbiyalanishi, materiallarningki texim ko'payishi degandek bu xizmatlar jiddiy ishlanish kerak. Endi men sizni so'ray. Siz o'sha to'xtamay o'rganishingizga, to'xtamay meyli dini cihati bo'lsin, meyli anıtlı xizmat qilyapsiz, bolalaringiz uchun bo'lsin, psixologiya darslariga qatnashsiz, olib berasiz bolalaringizni. Mushundaq narsa nima sabab bo'lgan? Buningcha Aynur, darsning beshidilam, ya'ni suhbatning beshidilam deyishni o'ylashgandim, lekin fursat bo'lmay qoldi. Bu hammamiz hayotimizning başrolchisi ekanligimizni hech bir zaman esimizdan chiqarmasligimiz kerak ekan-ku. Men shu kichkimda yani anamninki şu özünün hayatındaki başrol şu güzellikini körüp çoğun boğandım. Yani mesela anam bizden merkez başlangıç mektebinin o'qituvchisi. Her faaliyetlerde birinci bo'latdi dersxonasi. Yani meyli tantarbiya faaliyeti bo'lsin, meyli edebiyat san'at faaliyetleri bo'lsin, birinci bo'latdi. Anam meyli xizmeti bo'lsin, meyli ailedeki işler bo'lsin. Mesela tağlarım emmimiz bir yer kelgan bo'lsa, biz hitlarni ashtaq hitlaytdiqchu. Çoğun tağamның o'yisiga hammamiz yig'ilib, mundoq shiraqdan anamga qarab bek ichim keldi. O o'ltirishlardagi salmoqligi, yenilik odamninki gaplarini tinglashyotgandiki o bir xil go'zalligi, anandikin tamoq yegan oldiki intayin bir xil aldirmay, naytum tamoqdan huzur elib yeyishlari har bir bosqichlarini ko'rib bek so'qqalatdimchu. O mening boshlang'ich va o'tir maktabdagi vaqtlarimda. Keyin mesela biz men bo'lay yoki bizning uydagi achamlar, akamlar bo'lsin, bir ishlarni anam bizga hep shunda talab qo'ydi. Falan munda qipti, ana falan munda qipti desa, bolam siz nima ish qildingiz? Ya'ni u bu deganlik boshqalarning natijasiga ana bir xil u boshqa bir ish. Ya'ni siz o'zingizning ishingizga qarang. Siz buxtim 90 olgan bo'lsangiz, kilarxtim 95 ola oladiganingizga qarang. Deb anam bizga hep ashta bir xil yoshurun anglarımızgacha singdirib atgan tuchu. Shuning bilan bu meningki hayotimga bek singib kirdi va bir ota-ona bolasi kichik vaqt o qadar söygünü bergan bo'lsa, u uruq bir kun baxlab chiqadi ekan. Men shuni ishondim. Ya'ni o kichik vaqtimizda onamiz bizga ajoyib talablarni qo'ydi. Mening balam degan eng yaxshisi. Mening balam bek tirishchan. Mening balam bu ishlarni qila oladi degan bir bizga bo'lgan o ishonch, o bizga terilgan o uruq. Biz kunlarning birsida natijasiz bo'lgan vaqtimizda
Neticelerimiz köngüldükimizdek çıkmagan vaqtlarda o uruq bizni rahatsız qıldı ekan. Sen nimiş qılanmıdın? Sen qılalaytdın. Nimişqi qılanmaysan? Sen başqalarının Facebook'larga, Instagram'larga aylanışның ornuq sen bunun çağrısını bul. Sen men nimiş qılalayman, bu işni men qanday hal qılalayman deganni oylan deb içimizki vicdanımız, o uruq, kichkimiz atanımız terip qo'ygan o uruq bizni to'xtamayliqi algı ilgirlaydigan bir ruh kuchu uyg'otdi ekan. Men shu jarayonlarda to'liq nimaga diqqat qilgan bo'lishingiz mumkin. Men shu CR TV'ninki darslarında chiqirman. Muhammed Yıldırım O qandaqdir meninkiligi mani chiqirib qo'yay, boshqalar ma'nusini deydigan narsa emas u. Men bir narsa izlagan bo'lsam, men bugun bir ishga natija qozonmoqchi. Menga bir ish engel bo'ladi. Masalan deyli, men natijalik bir odam bo'lmoqchi, lekin o'rganishga faqat qiziqmayman. Buning çağrısını tepişim kerak. Nima uchun men o'rganish qiziqmayman? Oldi bilan o'zimning ash qiziqadigan yerimni tepib, mesela sayohat qilish qiziqqan bo'lsam, bog'chiga, tabiat bog'chisiga berish qiziqqan bo'lsam, u yerdan boshlayman. Shuning bilan u yerdan boshlab birinchi tabiat bog'chisi, ikkinchi tabiat bog'chisi, uchinchi tabiat bog'chisi, Istanbulning butun tabiat bog'chilarini aylanib bo'lgandan keyin, o'zimga ikkinchi bir qiziqish alanini chiqirman. Masalan, jamiga sabah namoziga berish programmasi masalan. Onu qo'shib bo'lgandan keyin buni qilib bo'ldim, tamam. Unda bo'lsa, sahar vaqtiga 1 soat tahajjudga 1 soat balda turib, bir til o'rganay, masalan, arab tili o'rganay, masalan, ingliz tili o'rganay deganga o'xshash, o'zimizning qiziqish doiralarimizni qanday qilib, qiziqish nuqtamizdan chiqish qilib, 1, 2, 3 qiziqish doiralarimizni kengaytgan vaqtimizda u o'zimizning hayotimizning bosh personajiga aylanoladi ekanmiz. Ham bu bizni g'idiqlab, to'xtamay, men nima o'rganishim kerak? Meni bu narsani o'rganishimga men engel bo'layotgan narsa zodi nima? O ishning ahamiyatini bilmayotgandim. Yoki bo'lmasa menda bir g'ururlik, menda bir yoki bir kibr va yoki menda yoki bo'lmasa bir hasad, ashta bir xil kasallik sababli men o'zimning ishlarimga qilolmayotgandim men deymiz. Zehnimni markaz qilolmayotganman deb o'ylangan vaqtimda men kimni anglayman desangiz, darhol kibr haqidagi bir darsni anglayman. Hasad to'g'risidagi bir darsni anglayman. Va yoki bo'lmasa men shuni izlash ichimdagi u menga engel bo'layotgan, ya'ni deymiz, menga to'sqinlik bo'layotgan bir ma'lum bir sifat, ma'lum bir odatni bayqaymanda, uni bir daftarimning bir yeriga yozib, uni men birinchi kun, ikkinchi kun, uchinchi kun, to'rtinchi kunlarga uni bir sistemlik bir uningga agichmanda bu programga. Shu bilan men balkim 1 yil, balkim 2 yildan keyin, 2 yil burungi bu Maryam bambaşqa bir Meryem bo'lishi mumkin. Arab tilini hech bilmaydigan bir Meryem, arab tiliga ponni bir odam bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa ma'lum bir ishlarda toza yaxshi qilolmayotgan bir odam, uning ichidagi o xil bir narsalarni yengibchu, andan keyin yangi bir narsaga chiqara oladigan bir odam bo'lishi mumkin. Bu orqali biz o'zimizga bo'lgan ishonchni qo'lga keltirdik ekanmiz. Men qila oladi ekanman. Men qila oladi ekanman deydigan özümüz bilen özümüz qana qilganmiz desangiz, o'zimizni yaxshi ko'rgan odam boshqalar qanday yaxshi ko'rmasin ki o kishini? Avval o'zimizni yaxshi ko'ra olsak, boshqalar bizni yaxshi ko'ra oladi, biz boshqalarni yaxshi ko'ra olamiz, atrofga bir aktiv bo'lgan bir hayot energiyasini chiqara olamiz. Agar o'zimizga bo'lgan o masalani hal qilmay turib, biz boshqalar bilan masalani hal qilmasak, u bir quruq gapga aylanib qoldi-ku. Ya'ni Jiqqa vaqtimda şu özümüzün içimizdeki o menni qizib chiqishimiz kerak. Qiziqishlarımızın ustidan izchil va sistemli plan va program bo'yicha mengish orqali tamam Aynur mashini qila oladigan-da, men nima qila olayman? Alloh menga qanday qobiliyat berdi? Men o qobiliyatimni qanday joriy qildirman? Texmi qanday yuqori bir baltaq ko'tara olayman deb, bularning hammasi to'xtamay izlanish, to'xtamay o'rganish ve irade bilen ahırgıçılık berdaşlık veriş bilen inşallah bir gün bizni ikili dünyalık nusretke ege kıldı dep oylayman inşallah. Amin. Sizin ahırgı sualını sorayım. Hazır sorsam 5 suallarım var da, lekin birisi vaqt münasebeti bilen ikincisi balam oğunup kaldı. Siz mening baxtliqimni tatgan taraf, endi şu özünüzde tanışyalışınız, toxtamay öyrənəlişiniz. Yaxşı işlərni, yaxşı və bizə faydalı işlərni bəzi biz xalımsaqmı özümüzün zorlaş arqalı qədəm-qədəm axırı
bunun bir netice elip andın yaxşı görüp adetimizga aylandıra alaydiganligimizni his qildingiz. Undan keyin sizning ana til o'qituvchilik qilishingiz bu o'zingizningki bir millat oldidagi, vatan oldidagi majburiyatingizni ada qilayotgan va mushundaq bir yeniyotgan yuragingizni his qiladigan bo'lsa, sizning onalarni, mushtaq bolalari ba'zi jihatlarda kamtik bo'lgan, masalan sog'lomligi yoki ruhiy yoki jismoniy jihatda ba'zi sog'lomligida masala bo'lgan analarni yig'ib bir yerga kelib, shu analar bilan birlikda ularga madad berib, ular bilan birlikda shu bolalar tarbiyasi haqidagi o'zingizning ko'z qarashlarini o'rtoqlashib, nurg'un analarning hayotiga ta'sir ko'rsatdingiz. Shuni bilaman. Mushu jihatda, mushu ishingiz menga bir ta'sir ko'rsatgan. Siz qanday unda analarni yig'ishni o'ylab qoldingiz va hozir ikki yilda bo'lib qoldi deyman, ishni bilishimda hatto undan jiq vaqt bo'lgan bo'lishi mumkin. Furqonning ishi bilan bizga yaqin chiqib qoldi, 2-3 yillar bo'lib qoldi. Hozir bu oyda bir qitim ilgari naytim zich bo'lgan bir oila ziyoratlarini elib boratdik. Masalan, ba'zan o'zim yolg'iz boratdim, ba'zan guruhdagi bir qanchamiz birga bir onaning o'zida yig'ilib shu yerda choy ichdik. Hozir ana til xizmati boshlangandan boshlab men bu ikkisininki tangponligini tutolmayapman. Bu deganlikim qandaqdir o'ninki bir texmi Allohning yo'lida ajri va savobga ega bo'lgan bir ish. Chunki u balları davolanayotgan. Nima deymiz? Ya'ni Allah ularga bir kamtiklik bilan imtihon bergan bo'lsa, ularning eng cho'ng imtihoni Alloh bo'lgan isyonni yo'qotish. Ya'ni bu eng cho'ng imtihon. Masalan, u an hech chiqmasin, balasini davolat qilib bormasin. Bo'pti, shu pit o'stijum o'ttasin 24 soat. Eğer men o'ylaymanki, unda qilmaydi zaten analar. Bir ana herkes balsa unaqım. Eğer şu ana Allah isyan qilishni hayotidan chiqara olsa, tamam, uning xizmati tugadi. Allah bizga uni talab qilganlik zaten çünkü ular bir terik Qur'on deb bir material ko'rgandim-chu. U balla Allohning bir yer yuzidagi bir terik Qur'on. Allah Taala ularga ko'rinmasligi bilan, ba'zilarga ma'nonmasliklari bilan, ba'zilarda qo'lda tutanmasliklari bilan sizga menga ibrat beryapti. Qara, Allah'ını unutma. Men seni unda qila olaydim. Men seni o kadar bicirim bo'lmagan bir holatda yarata olaydim. Qara, sen ne kadar güzel yaratdim. O'ylan, tafakkur qil deb bizga bizga mundaq so'qyotdi-chu, so'qmoqdek bir xil. Tak ishni so'qyotgandek. Shuning biz Allohning bir terik Qur'onini tashiyotgan bir xizmatni masalan, o analarning ruhiy sog'lomligi, ularning ruhiy xizmati bir Allah'ın katta ecirge eriştiğin bir hizmet. Onu taşlap koş qat'iy bo'lmaydi. Lekin men vaqtning kelqi nemiz qilamagan bo'lg'achqa, buni biz 2 oyda bir qitim yoki 3 oyda bir qitim yig'ilib, bir yakilib, suhbat qilib, bir-birimizga sabrni tavsiya qilib, bir-birimizga haqni tavsiya qilib, tamoq yegach mehr muhabbatni yetkazib, o şekilde bo'layotdi. İnşallah yani bayam degan gapimni qayta takrorlasam, biz istegan hayotimizni yo'qota olsak agar, biz bo'ldi Allohning rozi bo'lgan bir holatida yashay olamiz. Mesela biz yani bize ba'zan shukr qilolmaydi-da inson. Yani mesela tamoq yegan vaqtim, o'zim tamoq yegan vaqtimda balamni yo'q qo'yib qo'ysam, yig'laydi mesela. Ba'zan ichimda bir ochiq bo'lib qoldi. Ya tamoq yegan vaqtimdimi, men qo'lim bo'sh emas debchu. Oxirsilam o'zim deymanki, eğer Allah meni Furqonning o'rnida meni qilgan bo'lsa, meni sening xizmatingni kim qildi? Bo'pti. Meni saqitdi, balamning xizmatini men qilay, Alloh menga ajr bersin. Allah onu mu qila oladi, lekin bu bir marhamat. Balanga qildim. Küçük bir cho'chirdek bir balangni ko'tirish meg'ir kelgan bo'lsa, deb o'zimga ashta bir xil ogohlantirish berish orqali bir xil o'zim nafsimni yengishga tirishmanchu. Shunga bu mushu fursat bilan imtihon dunyosidagi butun ochiq sing'illarimga Allohdan cheksiz ajr, kuchli sabr va kuch-quvvat so'rayman inshaalloh. Alloh hammasining hayotini go'zallashtirsin, Alloh xolisa. Amin, amin. Eğer sizden şu grupumuzga, mesela bizden şu programımızı görüp, grupumuzga kirishni xohlaydigan, mesela siz şu o'xshashlikqa bolalarni texmi mukammal qilish uchun, texmi yaxshi qilish uchun tirishayotgan işte analar bo'lsa,
Numaranızı yoki so'rab qolsam, bersam bo'lamdi? Bo'ldi. Biz hozir bularning ichida bu normal chegaraning ichiga kirib qolganlar emas. Tam bir xil tanisi bo'lgan, masalan, fizikalik iqtidori yo'q, o'tirolmaydi, mangolmaydi, yoki konuşolmaydi, yoki ko'rolmaydi degandek, mush Allohning 5 a'zolarining ma'lum birisida Alloh ularga bir imtihon bergan bolalar bor-ku ichida. Mush onlar bilan shu qarorlik ko'rishib, WhatsApp'larımız 24 saat ochiq, gap so'zlarni qilishimiz, paranglashimiz, u yerda qilamisak bir ariq kelib, safa kuni ma'lum bir yoki yig'ilib, ashtaq ko'rishib qilamiz. Agar mushning qaytilishni xohlaydiganlar bo'lsa, albatta xo'sh bo'lamiz, Alloh xolisa. Undan men tunigun bir narsa o'ylagandim. Bizningki shu maxsus psixologiyada yoki bolalar taraqqiyotida o'qiyotgan ba'zi o'zallikdim maxsus shunday alayda ma'rif ehtiyoji bo'lgan bolalarni tarbiyalash o'rinlarida ishlayotgan bizningki Uyg'ur qarindoshlarimiz, singillarimiz bor. Ularni ba'zida ashtaq faoliyatlaringizga men siz bilan tanishtirib qo'yay, birlikda berib buning qanday masalan, ya'ni to'xtamay ilm fan taraqqiy qilyotdi. Nago. Allah'ın bizge bergen akılları bilen, bizge bergen hikmetleri bilen, yeni tehe biz açamagan betlerini içiş için tırışıyordunuz. Gün gelip bunun mu davaları tepilip qasnimi degen güzel şuna mı? İnşallah. Hazır hepsige, devletin hepsige 2 saat davalaş ilip bir vatıdı. Bu yetmeydi zaten çünkü. Bu işte Uygur qarindoshlarninki bu işlağa bir xil ciddi qarab o'ylash beqishni taklif berman. Yani bo'ldi. Shu programmani ko'rayotgan agar shu o'zaliyetim deymiz, alayda ma'rifdan amaliy tajribasi bor bo'lgan, ishlagan, shu haqda bir o'zining taklif fikrlarini men bilan o'rtoqlashishni xohlaydiganlar bo'lsa, men bilan aloqalashsa bo'ladi. Shu YouTube kanaliga qismiga xat yozsa men o'zim istab qila olaman. Bugungi programmamizni, bugungi ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun ko'p rahmat. Bugun naytdi hammamizniki har xil rangdor hikoyalar ichidagi sizning naytdi go'zal va qaysar hikoyangizni angladik. Hech qachon menga naytdi ta'sir qilgan nuqtalaringiz o'zingiz bilan qolmasdan boshqalarni tang o'ylay olish, hayotingizni planlay olish. Undan sirt hech yo'qotmaydigan bu go'zal palildab paqirab turgan bu ishonch deb qo'yay. Har vaqt yo'lingizni yo'ritib turgan umid. Allah Ve siz özünüz muşu narsalarni o'zingiz beryapsiz. Unutmang. Hammalarga shuni degim bor. Bir kim kelib sizga voy mandaqdi demayotdi. Bir kim kelib sizga mandaq. Mushu yo'llarni o'zingiz tepyapsiz. Mayli dars anglagan bo'ling, mayli masjidga borgan bo'ling, mayli onalarni ziyorat qilgan bo'ling, mayli kitob o'qigan bo'ling, mayli bolangizni quchoqlagan bo'ling, mayli tabiatga Allohning yaratgan har bir mo'jizotlardan dars olgan bo'ling, hammasini siz izlab tepyapsiz. Tapalavatsız. Demek hammamizga mana shunday bir güzel qalb, sabr, umid, ishonch ato qilsin inshaalloh. Men o'g'limizningki Fatihani biz bilan birga o'ynab, salomatlikning asli kelishini umid qilaman. Ajringiz hech qachon yey ketmaydi, bekorga ketmaydi. Bugungi ziyoratimizni qabul qilganingizga ko'p rahmat. Allah razı olsun. Bu programning to'xtab qolmasligini, anlarning qo'llab quvvatlashini, keyingi sonlarning davomini so'rayman inshaalloh. Amin. Xudoyim buyursa, teximiz har xil texmo qaltis. Ya'ni bu hikoyalarning hech birini bir-biri bilan selishtirib bo'lmaydi. Texmo rangdor go'zal hikoyalarimiz bilan kelarki sonda ko'rishaylik. Xayr, xo'sh, Allohga omonat. Allohga omonat.